Mana yo'ldan tekin biznes. Xuddi shunaqa stoyankalardan unumli daromad qilsanglar bo'ladi. Qanaqa foyda deb o'ylayotgan bo'lsanglar, elektromobil uchun zaryadnik qo'yasizlar. Masalan, tok bordan bitta, ikkita, uchta qo'yasizlar. Xuddi shunaqa kelib, любой elektromobil zaryad oladi, elektr energiyani pulini tok bor to'laveradi. Undan tashqari foydani 20% sizlarga o'tadi. Mana yo'ldan tekin biznes. Tekin biznes g'oyadi. Nima deysizlar, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Xuddi shunaqa mana oddiy yo'ldan chetiga akkuratni qo'yib foyda olishni kim qanaqa tushunadi? Menimcha, mana zo'r bo'lsa kerak, men uchun zo'r. Okalar, transformatorni o'rnatib beramiz. Chiroyli qilib, yig'ib, xudo xolasa barcha turdagi xizmatlar mavjud. Xuddi shunaqa zo'r sifatda transformatorni qo'ymoqchi bo'lsanglar, bizga murojaat qilinglar. Mana eshigini ham ko'ryapsizlar. Qanaqa darajada elektr jihozlar turadigan eshigi. Mana eshigi yopiq ekan u. Nima deb o'ylaysizlar? Xuddi shunaqa foydali ma'lumotlarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, xudo xolasa bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Undan ham zo'r foydalarni chiqaramiz. Elektromobillar uchun xudo xolasa masjidga bo'lsa kerak. Yana bilmadim. Bu lekin prosta foydali ma'lumot. Agar sizlarda ham shunaqa foydali ma'lumotinglar bo'lsa, yozinglar. Xudo xolasa bizlar ham o'ylab ko'ramiz foydasi haqida.